Erkak kishining hayotida qiladigan eng yaxshi amali bilasizlarmi nima? Pul topib, chek olib, o'g'illariga imorat solib, uylab joylab, to'ryog'ini taqilib ketishi. Bu bizning tushuncha shunaqa. Va mana shu narsani yo'lida umr sarf bo'lib ketyapti. Ikkita o'g'li bordi, uylab bittasini eshikdan chiqardi. Bo'ldi, endi bemalol ibodat yo'q. Yana pul topish kerak. Shehlar nima bo'lib ketyapti? O'g'lim ikkita o'g'li bor. Kichigida 3 ta bor. Birodarlar, musulmon odam rizq Allohdan deb iymon keltirgan bo'ladi. Siz o'lib ketsangiz hamchi, bolangiz o'sha rizqini, chekini topib, tirishlikni qilib ketaveradi. Erkak kishining hayotida qiladigan eng yaxshi amali bu farzandlariga odob berish.